Hurmatli jamoat, mana avatarlarda xomtek qilib bitdik. Endi Xudo xolasa chiroyli qilib dorisini sevib qo'ysak, Xudo xolasa mana qaranglar, menda ikkitadan mo'ma sog'andor bo'ladi-da mana. Bitta, ikkita. Shuni mana nyudobnilarini mana olib tashlaganimiz yaxshi. O'zi aslida kichigini olib tashlab cho'ng'i qolish kerak-ku. Faktiski mana bunday qilib olib tashlab bitta qolish kerak. Bitta qolgani o'sha zakonni mo'ma bo'ladi. Shu hurmatli jamoat, mana avatar Xudo xolasa chiroyli xomtek qilib bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga igilik. Shunchalarga Alloh baraka bersin. Ana o'qiladi. Qara, yuzimda xomtek qilganda qanday dov chiqadi. Qara. Tirs. Tirs. Tirs bo'ladi-da. Bu ham bir kayf. Sog' bo'linglar.